Professional fondlar MetaTrader 4 va MetaTrader 5 ishlatmaydi. Nega? MetaTrader bu retail traderlar uchun yaratilgan platforma hisoblanadi va eng muhimi MetaTrader'dagi marketlarning katta qismi bu CFD hisoblanadi. Bu nimani anglatadi? Siz real aksiya sotib olmaysiz, real futures kontrakt olmaysiz, orderlaringiz birjaga chiqmaydi. Ko'pincha siz broker bilan CFD kontrakt trade qilasiz. Masalan, Apple CFD ochsangiz, real Apple kompaniyasi aksiyasi egasi emassiz. Yoki Nasdaq trade qilsangiz, order real exchange order bookga bormaydi. Institutional investorlar esa boshqacha ishlaydi. To есть direct exchange access bo'ladi, prime brokerage bo'ladi. Ular Bloomberg kabi terminal yoki Reuters icondan foydalanadi. Chunki ularning orderlari millionlab dollar qiymatga ega hisoblanadi. Hedge fondlar va banklar Python, C++, algoritmik sistemalar, kvant modelli, HFT infrastruktura bilan ishlaydi. MetaTrader yomon platforma emas, retail traderlar uchun qulay hisoblanadi, lekin professional moliya dunyosida infrastruktura boshqa darajada ishlaydi. Marketdagi eng katta farq bu strategiya emas, bu infrastruktura.